Yangiliklar bombasi tayyor turibdi, xudo xolasa. Bir akamizning mashinasini olib qo'ygandik. Ko'rinishlariga o'zlaringiz bitta baho berasizlar. Kommentlar bo'ngillaydi. Oldiga qorason tashda tortilgan Dak firmasidan. Hozir tortganimiz uchun hali dog'lari bor ancha, artishlari hali emas. Bunga mana kajiroklarni tortib berganmiz, yo'nlariga qorason tashda tortib berganmiz, standartdan o'tadi. Orqasiga 120 talik eksport tonirovkalarni tortib berganmiz va krugovoy shumizalasalarni qilib berganmiz mana. Eng qiziq joylaridan bittasi bu salonning ichida. Salonga o'zlaringiz bitta o'yrasa, nima deyapti Alicantaro. Tak, bunga e'tibor bermaysizlar. Buni xudo xolasa tikib beramiz. Rostday qo'yib qo'ydik, qanday chiqar ekan deb mana. Tomlarni poli Alicantaro qilib berganmiz. Chiroyli, ideal holatda 6 ta stoykasi bilan ko'rinishlari qop-qora, ideal holatda udar chiqadi, xudo xolasa. Bunga hamma даже 10x barlargacha chiroyli qilib uстановка qilib berganmiz. Nima deyapti akalar bu?